Qovoqli asal qovoq urug'i, zaytun yog'i va asaldan iborat aralashma. Aralashmada magniy, kaliy, sink, triptofan, oqsil, vitamin E va beta-karotin moddasi mavjud. Foydali xususiyatlari: metabolizmni yaxshilaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi, yurak kasalliklarini kamaytiradi, shamollashda, prostata bezining kattalashishini oldini olishda, testosteronni sog'lomlashtirishda va uyqusizlikni kamaytirishda yordam beradi. Antioksidantlar esa qondagi shakarni me'yorlashtiradi. Eslatma: qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar: o't pufagidan ko'p safro ajraladiganlar va ichak diareyasi bilan ko'plab og'riydiganlarga tavsiya etilmaydi, chunki qovoqli asal ich surish xususiyatiga ega. Qovoq urug'idagi beta-karotin moddasi organizmdagi parazitlarni falajlaydi va chiqib ketishiga yordam beradi. Faqat qovoqli asal to'g'ri qo'llanilsa bas. Kuniga uxlashdan 1 soat oldin 1 choy qoshiqdan aralashmani iste'mol qilib uxlash tavsiya etiladi, yoki ertalab och qoringa 1 stakan suv bilan 1 choy qoshiq aralashmani iste'mol qiling. Iste'mol qilish davomiyligi 10-12 kun. Qovoqli asalni siz endi Uzum marketdan Erkinovna Honey do'konidan xarid qilishingiz mumkin.